Buni qizg'uvchilar bor-ku, ishlatishga emas buni, minishga oladi, maza qilib. Ana pravasini yo'qotganlarim. Pravasini rijat qilib oldirib qo'yganlar. Точно. Maza qilib alam qilganlar shuni biladi. Kanalimiz kuzatuvchilari, mana ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha vajdaniya qildim. Unga pravam yo'qligi uchun xudo xolasa uqolarimiz prav olacha qiyin bo'lib ketdi. Yaxshi, tortishi yaxshi, yurishi yaxshi. Xudo xolasa buni mana ishlatishga berib yuboramiz. Xudo xolasa birinchisini yana kamchiligi ko'riladi. Bu texnikamiz 1 tonnayu 300 kilogacha moslashilgan. Endi bizga qaralarda ham shuni aytayotgan mo'ljallimizdan ko'p ish qilib yuboryapti. Xudo xolasa ko'p ish qiladigan niyatdamiz. Bu samasuval hozir g'izdo'tga berilyapti hamda mana dehqonlarga chiqaryapmiz. Dalaning ichida bu juda ham yaxshi yuradi. 3 balonda bu. 4 balon bo'lsa bir tomon tortib olmay qoladi, ko'tarilib qolsa. Dehqonlarga chiqarilyapti, arendaga chiqarilyapti. G'izdo'tlarga ham juda ham yaxshi narsa. Plashatkani tozalash uchun yo butun boshli buldozer yoki butun boshli paguruvchi surib yuradi-da, uni o'rniga mana bu narsamiz mana uzunligi uzun ko'taradi, samasuval elektronli ham oldi mana xuddi chakmanlarga o'xshab g'ishtni to'kkanda ochiladi, yopganda yopadi bu. Keyin bu narsaga musurda qaranglar, mana olyapti, solyapti, g'ishtni mana shunday qilib bemalol soladi-da, olib borib turib buni bitta knopka bilan to'kadi buni. Ana oddiy qaralarni chekasiga g'ishtlar terib, paddon terib, onoq qilib, monoq qilgandan ko'ra mana bu surib bormi, boshqasi bormi, plashatkada tekizlangan plashatkani paguruvchi bilan surib bo'lmaydi. Bu yerda palavinkalarni ononga qo'lma-qo'l teribman, qo'lda terib solib bitta to'ldirib olib borib turishni olib borib to'kaveradi. Paguruvchida qilsa salarga ketadi, vaqt ketadi, falon puli paguruvchi. Uni o'rniga mana elektronli akkumulyatorlik oddiy narsa, boshqarish ham juda qulay. Bu odamni qiziqishga minadi. Endi samasuval sistemasini mana shu yerdan oldin olamiz. Savoqcha mana bitta ko'taramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'tarishni ko'ryapsizlar. Qanaqangi tipga ko'taryapti. O'sha ko'taruvchi yugurtkamizdan sotuvda o'zimizda bor. 500 kilogramdan 5 tonnagacha bor sotuvda. Olib keltirdim uni ham o'zimizda bor. Toshkentga bordim, bu yoqqa bordim, bizga moslari u yerda chiqmadi. Nomasi ochiladi mana bunday. Endi buni o'zinglar xohlaganda yana qo'shib kattaroq biz g'ishga mosladik, shag'alga, tuproqqa mosladik. Buni baland qilmadim men. Biznikilar shunaqa, mencha qilsangiz bunday qilishadi. Bunday qilsangiz unga yana bunday yuklashadi-da. Normal holatda bu. Undan qo'shilib baland qilib bo'lmaydi. Kimdan kim yasamoqchi bo'lsa ham zapchastlari bor buni. Kerak bo'lsa chertok maslahatlarini ham beramiz, albatta hammasi pulli. Turganlarda u ham akkumulyatorlik. Mana hozir tushirishini ko'rasiz mana. Bitta knopka bilan mana harakatlar qilinadi. O'zbekistonda buni 12 voltligi bor. Bu 24 voltligi. 24 voltlik olib keltirganimiz sababi zaryadkasi tez o'tirib qolmasligi uchun akkumulyatorda. Bu hali yangi. Shundan xudo xolasa yog'lanib, ishlatilgandan keyin o'zi yopilib, buni ilib qoladi o'zi. Endi tushuydi. Qo'yapsizlar, yana bundan boshqa aytilgan xohlagan razmerlarda qilib berishimiz mumkin. Mana g'izdo'ti borlarda fermerlar bor ekan. Bolxonaga yem aralashtiradiganmi yo boshqami talab bo'lsa buni bo'yni qilib beramiz.
aytganimizdek boshqalarnikidan bizniki har doimgidek o'sha qimmatroq narx bo'ladi. O'sha hisobga olasizlar. Polkada haligacha qilmaymiz. Shunaqa sifatli qilib ishlatishga endi minishga endi bilmadim. Endi baho qo'yasizlar qanaqa endi. Mana qiyshil joylarda mindim, og'anib ketadi deyotgan bo'lsalar, mana akkumulyatorni kerakli joyga joylashtirildi. Tepadan emas akkumulyatorlar og'anib ketadigan narsa emas. Uchalonda og'anib ketadigan yo'q. Bu holatda shunaqa holatda balonlari cho'pki, aytsalar chiqarib yuboriladi, yuklab yuboriladi. Hamda xudo xolasa aytganimizdek o'sha hozir fermer xo'jalik, chorvachilik rivojlanyapti. Shunga planda bir 10 xil, 15 xil texnikalarimiz planimizda bor. Xudo xolasa amalga oshiramiz ularni. Endi buni biz yonboshdagi bironta bir tayanchga baylab, qarani bunday og'onatib ko'ramiz. Qancha holatga kelsa, o'zi qaytani o'tadi. Bismillah. Chap tarafga balon ko'tarilsa agar nima demayapti ekan? Agar bu yerda yuk bo'lsa, mana shu yonboshdagi narsani ko'tara oladi. Mana. Ko'ryapsizlar ekan, yonboshlar ham xullas, men yerga mana hozir 500 kilo narsaga bayladik buni. Harakatga ko'tarmoqchi. Bun bilan ko'p ishsa bo'ladi. Mana klientlarni bo'ynidan mana tortsa ham bo'lar ekan. Mana, anchagina chiqar ekan. O'g'li biror nimani o'ziga tortmoqchi bo'lsa, mana yechib olib turib, mana ho'lkaga qilingan. Shuni baylab, buni ko'tarilgan holat tagida tayanchi ham bor. Shuni ko'tarib tagiga narsa qo'yib baylab, keyin o'zi yuklasa ham bo'lar ekan. Ko'p narsa qilsa bo'lar ekan. U yonboshga tortib ko'rdik, bu yonboshga tortib ko'rdik. Buni orqaga tortsa ham bo'lar ekan. Shu yoqqa baloncha qo'yib qo'ysak, orqadan narsani bunday olib kelaverar ekan. Yo'q, bundan ko'rganmiz bilmagan. Bizda balonni almashtirish uchun buni damkrat qo'yish shart emas. Qarab turasiz, nima qiladi. Jurnallar ham ko'p ekan buni qilmalar. Mana uni onasini bemalol balonni almashtirsak bo'laveradi. Atadi unday qilib, BMW deydi-yu. Chevrolet. Ko'rganlarda bu tarafda ham bemalol 20 santimetrga yaqin joy bor. Balonni almashtirsa bo'laveradi bemalol mana akalar. Buni hunarlarini qidiramiz desa, shu ko'p ekan, yetadi shu. Like dan bosib qo'yasizlar.